Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Yana bitta kaselkamiz tayyor bo'lganda, hozir shuni sizlarga qisqacha bitta video obzorda tushuntirib o'tamiz. Bu kaselkamiz eniga 170 sm da bo'ladigan bo'ldi. Sal mini traktorga bo'ldi. Mana Andijon viloyatiga tayyorladik. Mana xo'sh, o'zini komplektida mana bunaqangi mana kardallari bor. Bizda mana zavodskoy kardallari, o'ziga mos katta reduktorlar. Mana pichog'i mana bu holatda turibdi. Pichog'ini endi o'rnatamiz. Pichoqlarni mana zavodskoy tayyorladik. Kimga qiziq bo'lsa, mana bu yerdagi telefon raqamlariga murojaat qilasizlar. Bemalol shunaqa kaselkalarni zakaz asosida yasab beramiz. Mana navbatdagi kaselkamiz. Xo'sh. Samarqandga tayyor bo'lyapti. Undan keyingisi Qashqadaryoga, Xorazmga. Mana seximizda ish qizg'in. Ustalarimiz ishlashyapti. Yana aytib o'tamiz, kimga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Alohida kimgadir kaselkani pichoqlar kerak bo'lsa, pichoqlari ham bor. Mana ishxonamiz, to'kirni sex, hammasi bizda. Chiroyli qilib to'kirni ustalarimiz tayyorlashadi. Hamma yo'g'ini qo'ldan kelgancha cho'tka qilib bemalol murojaat qilaverasizlar.